Assalomu alaykum. Robocon testdagi 0374-masalani yechamiz. Maosh. Kadrlar bo'limida ish haqini so'mda oladigan 3 nafar xodim ishlaydi. Ulardan eng yuqori maosh oluvchining maoshi eng kam maosh oluvchining maoshidan qancha farq qilishini aniqlash talab etiladi. Xo'sh, kirish fayldan maoshlar beriladi. Chiqish faylida demak eng kattasi, masalan, bu yerda eng kattasi 963, eng kichigi esa 487. Demak 963 dan 487 ni ayirib chiqarishimiz kerak. Masalan, hisoblasak, 963 ayrilgan 487 dan 476. 476. Demak, eng kattasini topib va eng kichigini topib, buni chiqarishimiz kerak. Bu juda oddiy masala. Buni yechishda har bir tilni o'zini funksiyasidan foydalanib yechsak bo'ladi. Keling, endi shu masalani C# da yechamiz. C# da console application hosil qilib olamiz. Qayerga saqlashni ko'rsatib, create ni bosamiz Visual Studioda. Xo'sh, bu hosil qilingancha endi qarang. Formati bir qatorda, ya'ni 3 ta son ham bir qatorda. Shu sababli bu yerda ortiqcha bibliotekani o'chirib tashlaylik. Aslida linkni ishlatamiz. Ko'rsinmaydi. Xo'sh, endi bir qatorda bo'lgani uchun int tipiga o'qib olamiz. Maosh deylik. Maosh. Xo'sh, endi qarang. Console readline split desak, qarang, bu to'liq qatorni o'qib oladi. Split bo'sh joy bo'yicha bo'ladida, har bittasi endi string tipida bo'ladi. Lekin biz int tipi e'lon qildik. Shunga endi bu yo'g'iga link degan nima bor? Bu yerga bunday qilaylik ko'rinishi uchun. Link deydi. Yozilishi qanday? Link. Xo'sh, shunaqa imkoniyati bo'lsa C# da birdaniga query qila olamiz. Ya'ni xuddi bazadan bo'ladi-ku, ma'lumotlar bazasida zapros beramizki, xuddi shunday ana bu o'qilgan ma'lumotga har qanday zapros berib o'zgartira olamiz. Bu yerda lambda expression deydi. O'shani ishlatsa bo'ladi. Masalan, ana bunaqa belgi bilan, misol uchun bu x, har bitta elementni x ga o'qib oldi va o'sha x ni endi nima qilaylik? Masalan, parse x desak va to array desak bu yerda. Endi qarang. Bu yerda bu tursin bu yerda. Endi qarang. Bu to'liq o'qib oldi. Split bilan bo'sh joylarga ajratib arrayga yozdi, jadvalga yozdi. Endi arraydagi har bir elementni olyapti-da bu. Ana bu x bu yerda har bitta element deb o'ylaymiz. Nimaga o'giryapti? Int tipiga o'giryapti. Endichi bu yerda oxirida to array deb oxirida array tipiga o'giryapti va maushga yozyapti. Endi biz masala bo'yicha eng kattasini va eng kichigini topishimiz kerak, to'g'rimi? Endi biz o'sha min max funksiyalarini ishlatsak bo'ladi yoki undan ham yaxshirog'i bu yerda order by degan funksiya bor. Order by imkoniyati bor. O'sha linkda bu ham, mana shu linkda. Order by qilsak, demak o'sish tartibida joylashtiradi. Endi birdaniga nima qildik? O'qib oldik, demak o'qib oldik, bo'ldik, ya'ni bitta qatorda bo'lgani uchun int tipiga o'girdik va o'sish tartibida saraladik. Ya'ni sortirovka qildik o'sish tartibida va arrayga o'tkazdik. Ya'ni jadval massiv shaklga o'tkazib oldik. Endi birinchisi, ya'ni birinchi nimada, masalan, int natija deylik. Maoshni 0-indeksida, ya'ni birinchi elementi eng kichik son. Oxirgisichi 3-elementi, ya'ni 2-indeksda bo'ladi bu. 0 dan boshlanadi indekslar. 0, 1, 2. 3 ta son dedik-ku bu yerda. Bu yerda ana bu eng kattasi, bu eng kichigi. Demak, natija shunga teng. Endi console writeline natija deymiz. Bo'ldi, tamom. Ishlatib ko'ramiz ana. Bu yerdan testni nusxa olamiz va bu yerga tashlaymiz. 476. Bu yerda ham 476. Demak, to'g'ri ishlayapti. Demak, tushundik, bu yerda shu paytgacha ishlatmagandik bu linkni. Bu yangi mavzu, o'rganib olamiz. Demak, endi bundan keyingi masalalarda bilamiz deb o'ylab shuni ishlataveramiz endi. Demak, selectni ishlatamiz.
nimani olishni order by bilan sortirovka qildik. Query qilib jadvalga yozdik va bu yerda saralangani uchun eng kattasidan eng kichigini ayirib natijani chiqardik. Xo'sh, buni endi mana bu yerda qaysi nimani ortiqcha ishlatilmagan bibliotekalarni o'chirib tashlasak, mana ko'ramiz link. Shu bibliotekani ishlatganimiz uchun bu nima turibdi? Ya'ni qora rangda turibdi. Boya kul rang shaklida ishlatilmagan bibliotekalar. Xo'sh, endi buni olib baholash uchun yuboramiz. Baholash uchun bu yerdan C#.net ni tanlaymiz va yuborishni bosamiz. Mana bu yerda .net compiling testlardan o'tyapti. 100 ta test bor. Oldingi nimalardan bilamiz? Mana Java'da ko'rdik boya. Accepted bo'ldi. Bu degani to'g'ri degani. Demak, bu C#dagi yechim edi. Obuna bo'lamiz. Quyida Telegram, YouTube va Instagramdagi kanal manzillari. Undan tashqari, sizga pulli kanalga obuna bo'lishni tavsiya qilamiz. Obuna bo'lish narxi yiliga bazaviy hisoblash miqdorining yarmiga teng. Obuna bo'lish uchun quyidagi manzil orqali menga Telegramda bog'laning. Pulli kanalga obuna bo'lish bizga nimalarni beradi? YouTube va Instagramga qo'yilgan videolarni ko'rish imkonini beradi. YouTube va Instagramga qo'yilmagan videolarni ko'rish imkonini beradi. Dastur fayllarda nusxa ko'chirish imkonini beradi. Ya'ni siz shu paytgacha mavjud bo'lgan videodagi dasturlarni va bundan keyin nasib bo'lsa 1 yil davomida qo'yiladigan videodagi dasturlarni yozib o'tirmaysiz, balki nusxa ko'chirish imkonini bo'ladi. Ushbu video darslar to'xtab qolmasligi, boshqalarga ham yetib borishi va manfaatli bo'lishi uchun hissa qo'shamiz. Buning uchun kamida layk bosib, kanalga obuna bo'lamiz va do'stlarimizga ham ulashamiz, balki ular uchun foydali bo'lishi mumkin. Arzimagan ozgina to'lov evaziga o'zimizni, farzandimizni yoki yaqinlarimizni taqdirini o'zgartirib yuborishimiz mumkin. Dasturlashga qiziqadigan yaqinimizga kanal obunasini sovg'a qilish 2 marta manfaatlidir.